Dazmolda o'chadi, bu ham dazmolda o'chadi. Mana shundan bitta olishim kerak. Sexda ko'p holatda mana shu meldan ishlatilinadi. Sexda? Chunki anaqa O'chish kerak emas, shundan foydalanadi. Sizga bu qulay ekan-da. Bu qulay. Zo'r. Buni endi hammamiz bilamiz. Nilufar pul hisob bergan zakaz qilib. Hali ham bor. Yana bor nimamiz yana? qoldi? Mandami двухсторонний kliykamiz qoldi. Men sevimli narsam. Aha. Mana shu pauchinkani juda sevaman. Ko'p ishlataman. To'g'ri. Ishlatishga qulay, meni ishlarimni chiroyli qilib chiqarishga yaxshi. Men buni o'rniga har doim nina ip olib yuraman. Ha. Nina ip olib yuraman, anaqa kley izi bilinmasligi uchun. Lekin aytganingizdek, men burasi zo'r nimaga? Ish toza qilib beradi. Ish toza qilib beradi. Endi men bu bormanda. So'kishga. Ha. Mana shu bor. Men shu bilan chiqish olmadim. Nega? Bilmayman. Tez yurib ketadi. Yo'q, ko'pincha menda hamchi для красоты turadi. O'zi babrani ko'sachga taqtasizmi? Ko'sachga emas, leziyada qilaman yoki jig'am odatim bor, bunday yirtaman. Boshini mana bundoq qilaman, hech narsani buzganman. Qizlar, ani domlamni aytganini qilmanglar, qilganini qilmanglar, aytganini qilinglar. Qilmaganman, Yo'q, o'xshatmas deydi o'zi. Manda kerakli narsa yana ninalar bor. Har bitta matoga moslab raqamli ninalarni olib beraman. Ana, zo'r. Qochga shpullar, tez mashinkalarni shpullatini olib boraman. Shpuli bormi sizda? Mana shpullar. Menda ham shpulya bor. Ninasi bilan. Bu borada fikrimiz bitta ekan. Ninasi bilan shpulyalarimiz har xil rangli. Bu shpulyalarni men yo'lga ketayotganimda ham katta bobina iplarni ola olmayman. Har xil o'zim qanaqa rang kiyayotgan bo'lsam, xuddi shunaqa shpulyada ninasi bilan olaman. Ha, to'g'ri. Svetkan bor. Lekin qachondir ishlatsam kerak. Mana har xil tumalar bo'ladi. Unaqa dekorativ tumalar bo'ladi. Lekin bularchi qizi yaqinda bildim, bitta magazinni videoga olishga ruxsat berishmadi. Menimcha bilsanglar kerak. Videoga olishga ruxsat bermagan bitta magazin bor. Boshida hozir raqamini aytsam xafa qolmasin. Videoga olishga ruxsat berishmadi. Shunga 50 mingdan sotilayotgan tumalar 3 mingdan. Mashalloh. 50 ming deyishdi. Men u magazinlarni ham aytib o'tmayman, anaqasini. Antireklama bo'lib qolmasin. Ha, yonib turadi deb. Ha, shunaqa. Bo'ldi, bildim qaysi do'kon. Bildingizmi? Bildim. Ertaga mana bunaqa broshkalar bor. Masalan, uni qayerdadir ilib olishingiz kerak bo'lsa, To'g'ri. mana shu broshkalardan stilizować qilib Bu ham zo'r anaqa beradi, imij beradi. Ha, imij ham beradi, lekin ani oddiy blokadan ko'ra yaxshiroq. To'g'ri. Mana shu narsa. Zo'r. Bo'ldi, boshqa narsa qolmadi. Menda ham qolmadi. Men bu shtativim bor. Endi nima qilsam ham, qayergadir borganimda videoga olishga har doim men odatlanganman. To'g'ri, olgan qimmat narsalarimizni olmaymiz, lekin men bu narsalarni olmasak kasal bo'lib qolaman, to'g'risi. Mani shtatifim mana o'zi ishlayapti. Mana bundoq bo'ladi-da. Ha, unisi zo'r ekan, menga yo'q. Zo'r, qulay u. Mana bundoq nina bo'ladi. Yo'l to'g'rilaga ham ekan. shuni ryukzakka solaman, ketaveraman. U meni olaveradi. Ana meni tilijag'i yo'q kelinim u. Ha. Ishlayveradi. Qizlarlar, kimlar o'sha ba'zasida noodatiy narsa ko'rdinglar, albatta kommentariyga yozib qoldiringlar yoki bizda bo'lmagan yana qanaqa furnituralar bor. Kommentariyada fikringlarni kutamiz.